Bugun 16-aprel yana bitta klientlarimiz rekalarni tayyor qilib berdik. 8000 metr reka sakasi qilganlar. Rekalar zo'r bo'ldi, tayyor bo'lyapti, 10 tadan baylangan. Yana bitta klientlarimizga poytaxtda jo'natib boryapmiz. Taxtalarimiz 100% quruq, ichlarigacha ko'rinib turadi, hammasi toza bo'ladi. 10 dan boshlab 17 gacha bo'ladi taxtalarimiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bu uçağlarda oluyor.